Cho'pon qizga uylansang. Bugun seni mana to'yam o'tdi. Endi yuzingizni ochsak ham bo'ladi. Ha? Inaga suv bermanman. Nima bo'ladi, inaga suv bermasam? Inak bo'g'oz suv bermasam o'ladi bu kun. Menga qarang, to'yimiz bo'ldi. Inak unuting chimildiqda biza. Yo'q, suv bermasam bo'lmaydi inaga bu kun. Yo'q, o'tiring, keyin berasiz. Uf, dadam aytdim, cho'pon qiza uylantirmang deb. Bu chimildiqda ham mol o'ylaydi. To'xtang berakeling. Qaydang buni oyog'idan torting. Men tortolmayman, o'zing tort xotin, qo'ydan qo'rqaman men. O'ling, torting ana bunday oyog'idan. O'zing tort, ona, qarang keldingiz. 3 oylik bachasi bor-ku bu getchini. Gechiradomda ishlaganmisan, qayerdan bilasan? 2 oydan keyin tug'adi bu. Ha, tegma, azob berma, ha. Tez yuring qani? Xotinsan o'rganib ketgansan. Bu og'ir ekan, men ko'tara olmayman. 26 ta qo'yim bor. Bittadan to'qsa yana 52 ta bo'ladi. Ko'paytirishim kerak qo'ylarimni. Qo'ylar ko'paytirish o'ylamay, bu o'zimizni ham ko'payish o'yla, xotin. Asal bacham mana bu. Ey, Erka bacham. kechqurun quchog'ingda ham olib yotmini pampers kiygizib. Hop. Ha bacham, nima bo'ldi? Mana bu olib bergan keliningiz. Cho'pon qizi deringiz. Buni hayotida qo'y, inak, moldan boshqa hech narsa yo'q. Axay, u cho'poni. Asan shunaqa muomala qil, sen ham qo'ydek muomala qil. Qo'y tilini yaxshi tushunadi. Yaxshi bilaman shunday qilsam. Ha, salbachim, kirdi, bos. Rahmat dada. Shuniki qilaman. Aha, taka keldingizmi yo? Yetam. Bitta gapiringlar. Katta eshik, senga nima kerak shuni ayt. 3 yildan zo'r Insta kirdim, dadam ayting olib bersinlar. Voy, manmi? Dadang ayt. Senga nima kerak? Ama 11-sinfga boraman, qachongacha akam kiyimdan kiyman, dadam ayting, menga ham maktab forma olib bersinlar. Ona qachongacha opam kiyimini kiyman, maktab kiyimi olib bering. Voy, xo'p bacham bo'l. Onajon, qachongacha xolamni qizini maktab formasini kiyaman, menga ham olib bering dadam. Hay, jonim. Ana egalaring keldi. Nima dardlaring bo'lsa aytishdinglar o'zi bilan. Davay. Nima aytdi bo'lib o'tiribsizlar? Bu ota yetmagin meni yedi. Chislarni ichi bu kun. Tushunarli. Kimga nima kerak? Nima kerak edi dadasi? Qizlaringiz oq ko'fta, qora yubka, o'g'illaringiz oq ko'ylak, qora burka. Abulingiz toza maktabga chiqdi. Abular ham olib berish kerak. Bunga nima kerak? Buningizda faqat pampers bo'ladi, tamom dadasi. Tur hamang, tur ketdik, bozorga boramiz, hamangiz shukur. Nima bo'lsa, birga ketaman, kiyintiraman, turaman. Daftarlarni eshib bilagan. Hammalarinki bo'ldimi? Bo'ldi. Xudoshga quloqqinam bir tingdi. Qani menga. Xotin, seniki qulog'ing tindi, lekin men sho'rtikda qoldim-da. Nimani o'ylayapsiz dadasi? Men bitta narsaga hayronman xotin. Eski paytda odamlarda bir 17-18 ta bachasi bo'lgan, lekin shu maktab kiyimi qanday olib bergan ekan hayronman. Ola zerikmang dadasi, 7-chisi ham tayyor. Sho'rbodirang egasini kelib. Sho'rbodirang? Ha, bu bachalar boriga shukr 7-maktab kiyimam bo'ladi endi. Shu kepak. Qiyerlar? Magazинga ketamiz, Ismat churri. Yaxshi. Bu xotin qaribdi-ku xotin. Sani nima ishing bor? Shuning uchun xotini vaqtida yoshroqdan olish kerak-da mana. Bizi xotina qarangani 20 yosh kichkina. Hola kirsinlarma. Xotin yosh bo'lsa, er ham yosharadi-da. Shuning uchun aytaman-da.
Mani xotinim ham yosh ola, endi 55 ga kirdi. Qizi xotinim qirsillama bo'lmasa ham zato aylanibdi xotin. Patir xutur aytadi lekin. Menga qara Ismat churri. Bizni xotin qarrigan bo'lsa ham, mani xotinim qilgan ishi sani xotining bir umrda ham qila olmaydi. Qo'ylida nima keladi xotining? Mani xotinim bir kunda 20 so'ta qo'ytaveradi kerak bo'lsa. Bizi xotin 10 ming dollarni bir kunda ishlatadi. Maniki ham ishlatadi 10 ming so'mda. Dadasi 10 ming dollardan nechta mil biladi? Qayerdan bilaman? Menga qara, usti. Bacha-bachani yig'ishtir. Ras bizni xotina ko'tin qo'yayotgan bo'lsa, Menga qara Ismat churri. Men seni xotiningga qo'ydim, hech nima ham qo'ymaydi, tushundingmi? Если что sportsmen, boks. O'zbekiston chempioni bizni xotin. Qo'qishtiramiz desang, любой payt. Aymi? Biz xotin ham normal qoqishadi. Chunki kunda zanimatsa uyda bachalar urib turnibga qilyapti bu. O'tinglar. Bir nimalar bo'lsa. Xotin ketdik. Pomidor olib kelaylik. Men Nasrina's yo'g'ing dadasi? Yo, onasini emsin qayerdagi bir Ismat churri men asam buzatdi-da. Xotini qoqishtirasam deb. Men qaraqa? O'zi urisha qo'ysam urib bilasan xotin. Yo'raman xotinni. Davay yetta urisha qo'yma, urishasam? Dadasi tomat qaynataman-ku. Tomat qaynatib. Necha kunlarda bo'ladi tomat qaynatib? Ring kunlarda bo'ladi, keyin ko'rasizman mishita. Bo'ldi 10 kundan keyin gaplashamiz, ketdik tomat bo'laylik. Dada, o'zi bu yerga nima ekamiz? Bacham yarmiga targ'i ekamiz, yarmiga makka ekamiz. Hormanglar. Yera nuri to'kish kerak u yera. Sho'rlagan yering. Sendan so'rayman hozir. Tikon bosyapti, qara. O'zing yeringga qarasan sen. Oyog'ing sinib bir o'lmadim, qutulmadim sendan. Ey, o'l Ismat churri bo'lmaydi. Qolib ketdi. Shabnam Ismat churri ko'rsam nerim buziladi mani. Dada, Ha? o'zi nimaga Ismat amaki bilan hech kelishib bilmagansizlar? Nimaga urush qilgansizlar o'zi? Ey qizim, Ismat meni eng yaqin jo'ram to'ydi. U bilan birga maktabga boraydik. Ayrilmas jo'raydik. Maktabdan kelib birga o'ynaydik. Keyin eshak minaydik birga. Eshak minib aylanaydik jo'ramni. Keyin kunlardan bir kuni u meni yaxshi ko'raydigan tovuqimni o'g'irladi. Tashxonadan o'g'irlab qochdi tovuqim. U bitta tovuq uchun shuncha bo'lganmi? U oddiy tovuq emas tovuq. U ekiz tovuq tovuq. Zo'r tovuq tovuq. javharlari oqib ketdi.